Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana velosipedlarimiz hammasi tayyor bo'lgan. Xudo xolasa hammasi idealni chiroyli velosipedlar, mana ko'rishlaring mumkin. Hammasi shu Germaniya, Gollandiya velosipedlari mana har xil turlardan bor. Narxlari kelishilgan narxlarda. Hop, 500 mingga qo'ygan bitta aksiyadagi velosipedimiz bor. Unisini bittasi turibdi. Germanskiy velosipedlarimiz 1.500 mingdan 4 milliongacha bor. Kelishuv asosida. Zo'rlari ham bor, ideallari. Kачествоsi toza, holati pashti yangi. Zapchatlarimiz ham bor, servis xizmatimiz ham bor. Barter yo'llari degandek har qanaqa usulda olishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, sizlarga endi bitta narsani aytmoqchiman. Usta akalarga, misol любой haligi, misol mashina ustasimi, boshqasimi. Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Misol menga misol velosiped remont qilaman. Germanskiy, asosan Germanskiy velosiped remont qilaman. Velosiped tashab ketishadi. Ishim ko'p paytda tashab ketishsa, endi vaqtim bo'lmay, boshqa bo'lmay, qo'lim tegmay turgan paytimda tezlashtira ber deb tezlashtirishadi xullas. Qo'lim bo'sh paytda olib kelishadi, srazi qilib beraman, tayyor qilib qo'yaman, qo'yib qo'ysam olib ketishmaydi. Xullas vaqti kelsa yillab ham turgan velosipedlar bor, mana podvalimda turibdi. Kerak bo'lsa yillab turibdi. 1 yilni o'tib ketgan velosipedlar ham bor. Olib keting deyman, hop deydi, olib ketmaydi. Endi buni misol men birovni omonatiga, misol bitta boltiga bo'lsa, bitta boltiga ham javob beraman. Endi bu birovni haqqi endi u. Endi misol bitta bolti yo'qolib qolsa, endi misol kelib turib qani desa, endi javob berishga men majburman. Usta akalar bo'lsa, obunachilar ichida sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Yo faqat menda bo'ladimi bunaqa holat? Tashab ketishadi, yuraveradi. Yoki balkim to'g'ri o'ylash mumkin, mablag'i yo'qdir, boshqasidir, to'g'ri-yu. Biroq qiz bo'lmasa ham shunaqa edi deb tushuntirib qo'ysa, men misol bu narsa deyman, chunki tushunsa bo'ladi, misol hammada har xil sharoit. Ishim ko'p paytda shoshiltirishadi. Keyin misol velosiped remont qilaman, misol o'zidan chiqqan zapchasini paketga solib olib qo'yaman. Olib ketayotganda mana deb qo'liga beraman. Ba'zilar olib ketishadi, ba'zilar kerak emas, nima qilaman deb tashab ketishadi. Uni men metallomga idish qilib qo'yganman, addenni qilib idish qilib qo'yganman. Idishga solib metallomga kelganda yig'ib turib metallomga berib yuboraman. Keyin 1-2 marta bo'lgan shunaqa holat. Palon payt xullas o'sha zapchasi qolib ketganda o'sha kerak bo'lib qoldi. Degan holatlar ham bo'ladi. Ustakalar bo'lsa, sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunaqa holat bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Yo faqat mendami bu holat? Mana hozir 2 ta 3 ta veli bor, remontini qilib tayyor qilib qo'yganman. Anchadan beri, bittasi 1 yildan beri, 1 yil oshiqdan beri turibdi uyda. Ustakalar bo'lsa, kommentariyada shu fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Mana velosipedlarimiz ko'ryapsizlar, hammasi ideallar mana. Kimga shunaqa velosipedlar, xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska boshqasidan chiqmasin.